Yangi ko'chat ekkanda birinchi vazifa shu uzun ko'chatni tepaga chiqarib olish. Buning uchun ekkandan keyin mana bu chetdan o'tgan bachklarni vaqtida olib turish kerak. Hozir olamiz. Bitta bay qoldirib olamiz. Bitta bay qoldirib olamiz. Pastdan chiqqan modini olib tashlab turish kerak. Shunda tezroq baquvvat bo'lib tepaga chiqadi. Tepaga chiqadi. Keyingi bunga boshqa uzun payvand qilamiz. Bu yog'voyi uzun.